Hamma BYD mashinalari bir-biriga o'xshaydi deb o'ylaganlar. Bu yoqqa kelinglar. Bu BYD Atto 8. Shunchaki oddiy oilaviy crossover emas, balki g'ildireli 7 o'rindiqli haqiqiy kosmik kema. Hozir sizlarga bu mashinani obzor qilib beraman. Salonga kirib kelishimiz bilan bizani naqd 21 ta G-Sound dinamik kutib oladi. Ovozini boricha ko'tarsiz, mashina to'yxona bo'lib ketadi. Oldinda nafaqat isitish va sovutish, balki to'laqonli massaj tizimi bor. Toshkentda probkasida massaj olib ketish просто kayf. Orqada o'tiradiganlar uchun ham sharoitlar anchagina. Odatda aka konditsionerni pasaytirib yuboring deb miyani yeyishadi-yu, Atto 8 da orqadagilarning o'rtasiga alohida 508 dyuymli ekran qo'yilgan. Iqlim o'zi xohlagancha to'g'rilaydi, sizni chalg'itmaydi. qarang aka, o'zi bu mashina Ko'p gapiradigan og'ayingiz jim ketishi uchun mashinada massaj tizimi ham bor. Motoriga kelsak, bunaqa ulkan deyarli 3 tonnali mashina sekin yuradi deb o'ylaysizmi?